Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz. Lokatsiyani aytib o'tadigan bo'lsa, Городской больницадamiz. Shu Prezidentskiy kirpishniy domning 2-etajida 120 kvadrat 6 xonali Prezidentskiy Bankovskiy qurilgan kvartiramiz sotuvda. Esa birgalikda ko'rib tanishtirib chiqamiz, baholarini video davomida aytib o'tamiz. Esa ketdik. Hurmatli obunachilar, 2-etajimizga yetib keldik. Bismillah deb xonadonimizga giramiz. Xonadonimiz giraverish yine bu yanda tuvaleti, rakovina, qo'lyozma joylari, перехожка bir kichkina. Giraverish eshiklarimiz turechisi yaxshi eshiklardan. Bu eshiklar ham e'tibor etasizlar, zo'rindan qo'yilgan. Shuning katta bir dalan kutib oladi. 2-etajda Bankovskiy Prezidentskiy domda 5 xona plus yuqori 6 xonalı joy. 120 kvadrat жилой площади. Bu dalanımızın razmeri 8 metr 6 metrlik razmerde katta olib tushgan berina. Görüşünüz mümkün. Bir yanda katta zalı. Yolun üstündeki dom. Yola qaragan 2 aynası bayına. Mehmanxana zalı. Yine yolun üstü. Katta yolun üstüne. Yerdə həmmə cihazları qaladı. Narxını aytıb ötəmiz video davamında. Kondisioner, televizor, mebellər, həmmə nərsə qalar elə, lüstraları, pərdəsi, giləmlərini vəbşi dəhşətindən indi o. Aytıb durdu özünün içkilikini. Yine divarları, həmmə nərsəsi qaladı şöyle. Remontlarına itibar etəsilər. Bir yanda katta bir zal, yana bir spalni etsam bo'ladi. Yana bu yerda ham konditsioner, parda, g'olib. Hamma narsasi chotga olib turibdi. Vahshiy dahshat keng joy ekan bu. Yana aynasini ham ko'rsatib o'tamiz biroz. Mana ichan tarafga qaragan katta aynasi. Uyimiz 2-etajda 120 kvadrat. Zamonaviy isitish registrlarini, qatyollarni ega joyimiz. Yana bu yerda yana bir katta koridorga kirib kelamiz. Bu yan tarafda bir spalni, 2 spalni, kuxna, 3-cü spalni i sanuzel doğruda. Yana aşxanası. Aşxana mebel, gaz plita, stilni katyol, vitişka. Evde yine xaladenlikleri. Yol tarafa qaragan berimiz. Spalnimiz, spalnida mebellar bilan turibdi, shkafi. Uyimiz hamma jihozlari bilan sotiladi. Barcha jihozlari bilan. İkinci spalnimiz yine verilen mebelleri tuttu yine. Üstralar asılgan. Gilemle töşelgen. Devallar polnisti aboy hemme cayı. Bir yanda bir Detskiy spalnisi yine. Yol tarafa qaragan aynası. İşlerini yaxşı MDF işlerden qo'yilgan. Son üzerine gösterip ötemiz yine. Yumuş kabinalarına ega, aristolları bede, kirmaşin. Tayyar halatta Prezidentskiy domda, kirpishniy domda 6 xonalı 120 kvadrat joyimiz. 62 ming dollar deb sotuvga qo'yildi. Üstünde gelişip veriladi naqd pul bo'lsa. 2-ci Zolotoy etajda joylashgan. Kimni qiziqtirsa ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Dokumentları tayyor holatda gelişip veriladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.